Siz shuncha yil Minecraft o'ynab hali ham ushbu narsalarga ishonib kelasiz. Bugungi videoda siz Minecraftda ishonadigan 8 ta yolg'on haqida gaplashamiz. Ikkinchi qism. Minecraftning birinchi qoidasini barchamiz bilsak kerak. Minecraftda hech qachon to'g'ridan-to'g'ri pastga qarab qazmasligingiz kerak. Chunki siz lava chiqib qolishidan yoki juda balandlik chiqib qolishidan juda ham qo'rqasiz. Ammo hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, sizga 64% holatda hech narsa bo'lmaydi. Faqatgina 8% holatdagina sizning tagingizga lava chiqib qolishi mumkin. Lekin agarda siz o'zingizni juda ham omadsiz deb hisoblasangiz, siz mana bu usulda ikkita blokni birdaniga qazishingiz mumkin. Bu usul anchagina xavfsiz hisoblanadi hamda siz bitta blokni sindirganingizda tagi ochiq ko'ringanda ikkinchi blokda turgan bo'lasiz. Moblarning ko'rish tizimiga ko'ra, ular devor orqasida yoki biron bir blok orqasidagi narsalarni ko'rmaydi. Lekin agarda biz mana bunday shakar qamishga o'tirib olsak, creeperlar yoki zombilar bizni ko'rish masofasi ancha qisqaradi deb o'ylashadi. Bu mifning kelib chiqishining tarixi juda ham qiziq, chunki Minecraftning eski versiyalarida agar siz shakar qamishga tursangiz, u yerga creeper yaqinlasha olmas edi. Hozirgacha ko'pchilik mana shunga ishongan holatda qolib ketgan. Lekin hozirgi Minecraftda bu to'g'ri emas. Undan ko'ra, agarda siz biron bir mobning boshini kiysangiz, u sizni 16 blokdan emas, atigi 8 blok qolganda sezishni boshlaydi. Diqqat, bu Bedrock Editionda faqat 21-versiyadan keyin qo'shilgan. Barchamiz bilamizki, bu silliqlash stoli. Agarda siz biron bir qilichingizga xato sehrni joylab qo'ysangiz, bu yerdan kelib, o'zingizga darajangizni qaytarib hamda sehrni yo'q qilishingiz mumkin. Bu yerda nafaqat asboblarni, balki kitoblarni ham sehrini yo'q qilishingiz mumkin hamda oddiy kitobga aylantira olasiz. Shuning uchun o'ylaydiki, ko'pchilik bu yerda la'natlangan kitoblarni ham sehrini yo'q qilish mumkin deyishadi. Lekin afsuski, la'natlangan kitoblar bilan bunday ishlamaydi. Agarda sizning qilichingizda ushbu sehrga sehrlangan kitob bo'lsa, sizning qilichingizdan ham ushbu sehrni olib tashlay olmaydi. Barchamiz suv bizni saqlab qolishini juda ham yaxshi bilamiz. Agarda siz tushingizdan ozgina vaqt oldin water drop qilsangiz, u sizni barcha joningizni saqlab qoladi. Lekin ko'pchilik o'ylashadiki, lavada ham xuddi shunday xususiyat bor. Lekin lava aslida sizni bu narsadan qutqara olmaydi. Ammo agar lava to'g'ri pozitsiyada bo'lsa, sizning tezligingizni nolga tushirish orqali sizning barcha joningizni saqlab qolishi mumkin. Lekin bu juda ham qiyin vaziyatlarda sodir bo'ladi hamda u teparoqda bo'lishi kerak. Shuning uchun agarda siz Netherda water drop qila olmasangiz, uning o'rniga qorli blokni ishlatganingiz 100 marta ma'qulroq. Nezerit lapata olmos lapatadan ko'ra anchagina tezroq qaziydi. Yo'q, ularning qazish tezligi butunlay bir xil bo'lib, ularning nezerit yoki olmosligiga umuman bog'liq emas. Umuman olganda nima uchun siz nezerit lapata yasashingiz kerak? Axir olmos lapata turganda. To'g'ri, siz aytishingiz mumkin, nezerit lapataning chidamlilik darajasi 2000 ta blokni qazishga yetadi. Olmosniki esa atiga 1500 ta. Lekin nezerit hozirgi versiyalarda juda ham qimmat bo'lib ketgan. Siz u uchun nezerit kuchaytirgichni topishingiz kerak. Uni ko'paytirish uchun sizga 7 ta olmos kerak bo'ladi. 7 ta olmosga esa 7 ta olmosdan yasalgan lapata yasashingiz mumkin. Bu esa juda ham ko'p durability beradi hamda siz umuman nezerit yerkani yasashingiz kerak emas. Barchamiz bilamizki, Obsidian Minecraftdagi eng mustahkam bloklardan biri. U deyarli Bedrockning darajasida, ammo siz uni qaziy olasiz. Lekin hech o'ylab ko'rganmisiz uning portlatish haqida? Ha, ko'pchilik o'yinchilar ishonadiki, uni portlatish butunlay imkonsiz, hattoki siz TNT bilan ham uni portlata olmaysiz. Demak, Obsidian bilan ba'zi qilsa, uni hech qanday yo'l bilan portlatib bo'lmaydi hamda grip qilib ham bo'lmaydi. Shundaymi? Afsuski yo'q. Obsidianni sindirish kuchiga ega bo'lgan yagona portlash kuchi faqatgina Wizardda bor. Bilsangiz kerak, Wizardda ikki xil hujum turi mavjud. Qora chanoq yoki moviy chanoq. Agar biz uning moviy chanog'ini Obsidianga yo'naltirsak, u Obsidianni buzish qudratiga ega. Qo'ziqorin o'rmoni Minecraftdagi eng yaxshi biomlardan biri hisoblanadi. Nimaga deysizmi? Chunki u yerda bironta ham yovuz mob spawn bo'lmaydi. Lekin ko'pchilik o'ylaydiki, yovuz moblarning spawn bo'lish tartibi biomga emas, balki uning ustida o'sadigan yerga bog'liq ekanligini o'ylaydi. Aynan shuning uchun u yerdagi ko'plab yerlarni qazib oladi-da, o'zining bazasiga o'rnatishga harakat qiladi, chunki zombilar spawn bo'lmasligi uchun. Lekin bu fakt ham yolg'on, u faqatgina biomga qarab o'zgaradi. Siz qancha loy bloklarni yeringizga olib kelsangiz ham zombilar spawn bo'lishda davom etadi. Siz buni eshitgandirsiz, agar ovoz chiqarmasak Varden sizga umuman tegmaydi deb. Ha, agar Vardenning yonida bo'lsak hamda ovoz chiqarmasak, u bizning yonimizga kelmaydi. Lekin Varden faqatgina ovozga qarab harakat qilmaydi. Agarda siz Varden yonida bo'lsangiz hamda ovoz chiqarmasangiz, u hidlashga harakat qiladi. Atrofni 16 ga 16 bo'lgan bloklarni hidlab bo'lgandan so'ng sizni yoningizga kelishni boshlaydi. Shuning uchun o'tirishdan foyda yo'q, balki yugurishingiz ham kerak. Xullas, bugungi video shulardan iborat edi. Albatta kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi video nima haqida bo'lishini esa izohlarda yozib qoldiring. Hammaga xayr.